muhtaram prezidentimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanish maqsadida tashabbusli budjet loyihasining birinchi mavsumiga bizni dispanserimizni ham ta'mirlash loyihasi kiritilib, ovoz berish jarayonida g'olib deb topildi va 19-iyundan boshlab ta'mirlash ishlari boshlab yuborildi. Mazkur ta'mirlash ishlarini Ayazqal'a maxsus qurilish MChJ firmasi tomonidan tenderdan yutib olindi va 19-iyundan buyon hozirda ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Lekin shu bilan birga hozirgi paytda dispanserimiz tomonidan ruhiy bemorlarga xizmat ko'rsatish jarayoni to'xtab qolgani yo'q. Ayni paytda bemorlarni qabul qilish, davolash ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, ambulator sharoitda davolanayotgan bemorlarni dori bilan ta'minlash, ko'rikdan o'tkazish, uy sharoitida borib ko'rikdan o'tkazish jarayonlari ham davom etmoqda.